Kamera musodara koyarız. Ettiniz mi musodara koyun? Mümkün nasıl yapıyor? Yok, mülkünü musodara koyarız işte. Uçlarına sana alamızdı. Kanboyda bilasın. Ha, generalde et olur mu yani? Ya beyler bunu olur lazım. 20 tasma kurup koyalım. Beyler topalan kuruş boşlar bir dönem. Altarlı yedi olası generalde et olur mu? Cürete mamlursuz. Bir tanesi değil mi? Bunlar doğru. Sizler kural kıyımda iliştir yapıyor. Yani müracaatça olasan iliştir yapınca bunlar oylamazsan yok, oylamazsan harfli doğru. Yani öyle söyleme. Burada gebetmedim. Acı oyunu ağırlandı söyle. Omayın. Bunun dostaya çalışmıyor. Geçen biri sana. Acı oyunu etti. Alo. Hacı'da selam aleyküm. Ya bu 20 metre blogger diyerek geçer abi bu blogger diyerek. Halo, kelsin yo ishing hal olmas kerakmi og'ayni? O'zi keyin kelishgan. Advokating kelaymi, boshqa kelaymi? Nima bu? Sen bilgan narsani yozib tursin, kir, vaqtni aqllilik qilma menga, kir o'zim. Aqllilik qilishda bor. Bor, billa kir mana. Advokatim meni ishtirokimcha ishga chiqaqa. Men senga buyruq beryapman. Kirib tushunchalarni yozib ber, bo'ldi. Ko'rmagan bo'lsang ko'rmadim, bilmagan bo'lsang bilmadim. Ijozat qo'yib yuboraman-chi, sirayt hozir meni. Men seni ushlab turganim yo'q, og'ayni. Ushlab turishibdi-yu. Yozib ketib demasam, to'rt tomonini qibla, ikkalangda ishing hal olmaydi. Ben etti yozib ber deyapman, kompyuterda yozib oladi, kir. O'g'larni aytasan, tenderlarni, hech kim yutganlarni deb. Biz nimadan janjal chiqayotganini bilib olishimiz kerak-ku. Janjal qana, janjal bu bitta yo'q-ku. Yo'q, men qara Hasan boy. Toshmay tur, to'xtab tur, og'ayni. Iltimos, jon aka. Sen hurmatsizlik qilma. Tushuncha xatni yozib ber. Qilmayman siz. Kir, tushuncha xatni ol, bo'ldi. Bolalar tushuntirib ber bunga, nima gap? Yozib olsin. Advokatdan kelsa o'qib olaveradi. Ha, chaqirasan. Kir. Men senga buyruq beryapman, kir. Men janjal nimadan chiqayotganini bilishim kerakmi? Shu aqlli. To'g'ri o'tir. To'g'ri o'tir, ko'zingni to'g'rilab qo'yma. Sen tushundingmi nega gapimni? Men bilan o'ynashma deyapman bola. Ama siz ish narsa qilganim yo'q. Tushundingmi? Men rahbar bo'lmaydi, og'ayni aqlliligim yo'q. To'g'ri o'tir deyapman. To'g'ri. Bolalarni o'qisin. Sizlarda ham odam bormi yana? Shu 5 o'langalardan xolos urishgan? Hech kim urushgan hech. Men shunaqa mahsiyat soldiraman. Shunday ko'pirtiraman, shunday qilib bitta qilib qo'yaman hozir. O'tir og'ayni. Ya seni chaqirganim shunday qilib jipillama o'tir. Diktofoningni o'chirib qo'y, hozir ham yozyapti ekan meni gapimni. Balki. Ha, bilmayman. Bular kim yollagan bularni? O'g'illar. Nega olib qo'yishgan? Hech kim yollamagan. Ya o'shani chaqir deyapman, kimlar kim? Bari sen aytganda aytyapti. Bular. Nimani? Bularni kim olib kelgan? Sheriklar bormi yana boshqa? Men bitta o'zim kelganman mashinamda. O'chirib qo'y. Bitta o'zim kelganman. Yozib ol diktofonni videoga olmaysanmi? Men Telefon qilgan. Sen buyruq bermagin, iltimos. Sen o'tirib turgan yerda bor. Hasanda kir bola teksa, ey, qo'lingni tushir, yomon ko'raman. Bunaqa turgan. Iltimos, ey, menga qara bola. kelyapti. Ey. Bitta harakat qilsam bola, shaydan chiqmaysan bola. Ochiq qo'yding. Advokating keladimi, ey, blogering keladimi, menga qizig'i yo'q, ey bola, ey. Ey bola, yarang'a chiqmayman bola. Rashimga deyman, iltimos kirib chiqarib o'tir. Voy, kirib chiqar. Yes, yürü. Ben seninle akıllı olduğuna bak. Yürü, bana gel. Selam qo'ydi. Desam maylim, sherigim bor edi. Ana qo'ydi aqlliligini. Yo'sha, ben ko'rayapman. Nima qo'ydi? Inspeksiyasi ham kralga tender o'tkazgan ham hammasi kesilmoq aka. Hozir to'liq hisob kitob qildiraman. Ya men bilmayman, kim tender o'tkazgan bo'lsa ham, nima qilsa bag'in kelsin bari rahbarlar. Ya, bilasiz. Nima deyapsan? Sen buyruq berma, og'ayni deb o'tirib chiqarib, kimsan sen Hasan buyruq beradi. Kimsan sen buyruq beradi, og'ayni? Kimsan sen buyruq beradi? Buni o'tirib
Qurbon ali. Lipayi qayerdan chiqardik? Ay, chiqar, qolib ketmab, bormi? Senga debman, advokatni olib ketaman. Men senga debman, ommaviy tartibni buzganligi uchun matraf debman. Ochiq oydek qo'yaman. Ommaviy tartibni Men sxemangni qilib beraman men senga, ta'minlashtiraman sen, qarab turasan. Hashini sxemangni qildiraman. Tekrar qo'qondan iltimos qilib o'rganib aytdim. Nimasan bor, shuni shartni yozib berdim-da, bolalarni da. Menga aqlli emas, mo'naqil emas, olib qo'yaman. Qizingni o'zi olib qo'yaman. Uni sen yo'llaganingni ham sifatga beraman. Yo'q, menga yozib berasan, hozir yozib berasan, patronga yozib berasan. Kim dara? Nima bo'lgani? Sen haqligini isbotlab ber, shuni shartni yozib berdan to'g'rimi? Kir, bloger tog'a. O'zida og'zidan chiqqani yozasiz. Tushundingizmi? Bitta yo'q, bunaqa deyishdik, o'shaning uchun qo'rqmaydi. Voy, men bilaman, buni tushunmayman. Bitta shuni shartni yozib, shuni shartni yozib. Kir, nima bo'ldi? Men senga urushding, so'kishing demayapman, to'g'rimi? Nima bo'lganini yozib ber. Nechta yo'lda, nima bo'lgan, qanaqa yutding, tenderda nima bo'lgan? Men tushunmasam bu narsani, masalan, menga tushunish xati yozib, menga padronni qilib ber. Kompyuter variantni o'qib oladi, keyin sen haq olsang, hozir rahbariyat kelyapti, talash qilaman. Hasan haq deb aytaman men. Tushundingmi? Ko'rish kerak. Menga tushunish xati yozib. Bloger tog'a. Bloger tog'a, bundoq. Ko'rsatib bo'ldi. Bu odamda apta qam qo'ydingizmi, qo'ydingizmi, nima sen? Hayır, gapir. Yo'q, bo'ldi. Tashqari mashinalar berib yubordik. Hujjatlarni qilgayin. Hammasi evakuatsiya yubordi. Ha, davolatxonadan ketganligini qilib. Yani bu tortishib janjallashmasin, o'zlariga muammo qilib. Siz nima keldingiz o'zi? Xat yo'llagan. Va xatda murojaat yo'q, ommaviy axborot vositasi bo'lsa qonunda ommaviy tartibsizlik qilgan jo'laymi? Shunga bir o'raylik. Bir o'raylik? Bir o'raylik? Men adolatli qiladigan bo'lsa, yo to'xta, adolatli qiladigan bo'lsa xalq 3 milliardni chaqir. Yo'q, to'xta, shoshib o'tir. Kecha qanaqa bo'ldi? Kechishsiz bo'lgan yo'q. Menga kelib tushgan xabarlar. Ha, o'zi menga hozir shoshib o'tir. Senga murojaat qiladigan bo'lsam, mana hozir urush boshlansa borasan, to'g'rimi? Ay, kallani ishlatish kerak-da, xalq ko'tarib oliblar-ku. Blogerlarni chaqiramiz. Biz 100 ta chaqirib bloger kerak. Hammasi kerak. Hammasi qabul qo'ygan. Ommaviy tartibni buzganligi uchun bari tartib javob beradi. Ha, qayerda qo'ydi? Agar shu internetda chiqsa borib, ommaviy tartibni buzish bo'lib borib, bari bloger javob bersa bo'ladi. Qayerda? Bu javob bersa bo'ladi. Lider bo'ladi. Ha, lider senmi? Farqmi deysiz? Farqmi siz nima edi? Ha, farq bor. Lider siz ekansiz, hammasi lider shu deyapti. Siz bu kim o'zingiz ketdingiz? Yo'q, bularni bari yo'q. Ommaviy, biz xalq ko'chirib, yeri tomonga katta yo'q bo'lsa, xalq ko'tarib ketgan munosabatni. Yo, bu blogerdan qasddan emas. Просто bu ham borda ichida, ortmoqchi bo'lyapti. Ya bir az ular kanunu bir günde kızlar atıp koymak çok ben. Ne demezsiniz? Şef, şu numaramda men o'zim nomerim Telegramda. Neden böyle? Shunday, şef, robotga dasturchi ko'paytirib
Yaxshi boradi bola, taniysiz bu? Meni chavoraman, men o'zimizga bor ekan. Harbiy xizmat. O'zimizga qarab turibmiz. Harbiy. Mana lekin yanada so'raychi, kinoga keladi, mana. Endi boshlaydi. Zadержим qo'ysam tan berasanmi? Zadержим qo'ysam. Yo'q, olib qo'ysam qanday bo'ladi? Xolasan, telefoningizni zapis qiling. Voy, shashmay, haqimiz, ha? Qisib tursan, seni foydangga o'ynayapti. Qisib tur bo'ldi. Bor, yana qo'yib qo'y. Telefon seni foydangga yaxshi emasmi? Jinni dag'ar. Hamma shogirlar chaqirib kelsa.